Do'stlar, bugun sizlar bilan yana kelir. Do'stlar, men bu videoda cheksiz aslahalarni videoga oldim. Bunda biz endi dragonni o'ldiramiz. Xo'p, bu yerda aynan shu. Voy do'stlar, buni qaranglar. Judayam zo'r kiyimlar va qanaqadir bloklar. Bular nima ismini bajaradi bilmayman. Sizlarga ham kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tinglar. Endi ochiladi, lekin men sizlarga oldindan taklif beryapman. Xo'p, buni ham kiyamiz. Full setmiz do'stlar, full set. Qalqon va bizga bu qilich. Xo'p, buni ham, bu ham va totemlar ham bor ekan. Totemimizga kerakmi yo'qmi bilmadim. Mana bu narsa nimaligini bilmayapman. Hozir sinab ko'ramiz do'stlar. Xo'p, mana bu narsa nima edi? Nima ekan? Endi nima ekan? Hozir otib ko'ramiz. O'sha qora tuynuk bo'lsa kerak. Hozir olmadikmi mana bu narsani? Olmabmiz. Mana bu qora tuynuk shekilli. Hozir otib ko'raychi. O'ziga tortib ketdi do'stlar. Qora tuynuk o'ziga tortar ekan. Va bizni ham tortib ketdi. Tushib ketmasak bo'ldi. O'lmaymiz, chunki biz bilasizlar, cheksiz aslahalardamiz. Endi bizning maqsadimiz endi dragonni o'ldirish. Birinchi o'rinda bitta versakka o'tin chopishimiz kerak albatta. Cheksizlik toporida yonishini qaranglar, menga yonishi yoqdi. Qizimiz o'rashishga o'ynashmagan arbob bilan bu shu bitta darga o'lmas ekan. Bu boshqacha kerak, menimcha artefaktga bundan yaxshiroq. Bilaman shu bittada o'ldiradi. Bu esa kuchsiz, shuning uchun inobatga olasizlar. Juda qoldi. Bunda o'ta tez yugurar ekan, oyoq kiyim borligi uchun. Xo'p, hozir biz endi versak yasab olishimiz kerak. Bu chiroyli turishini qaranglar. Pesh ketdim. Hop. Bitta verstak bo'ldi. Endi hozir qishloq qidirishimiz kerak do'stlar. Qishloq topishimiz kerak do'stlar. Qishloq qayerdan topamiz bilmadim lekin. Qishloq topsak bo'ldi. Hozir tunni ham kun qilib ko'ryapmiz. O'zimizda shunday tuyulyapti lekin sizlarda bilinyaptimi yo'qmi bilmadim. Obunachilar hayotgancha obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, chunki biz tezda 120 ta bo'lishimiz kerak. Biz tezda 120 ta bo'lishimiz kerak. 120 taga oz qoldi. Ya'ni 101 ta bo'ldik, lekin sizlar 120 ta qilasizlar degan umiddaman. Boshqalarga o'yini. Qani creeper portlashini ko'rmoqchiman men. Bitta o'zim porlataymi? Ha, portla. Bu ham qila olmaysan. Xo'p, tezda tepaga yurish qishloq qilishimiz. Bittada topildi. Bittada chiqdi, bittada. Effekt juda ham g'alati ko'rinyapti. Kallani olmasak bo'lmaydi do'stlar. Effekt juda ham g'alati ekan. O'zidan o'zi oq bir qora bo'lyapti. O'shaning uchun olib tashladim. Xo'p, bu yerga yuramiz hozir. Hozir qishloq to'liq moblar ekan, dahshatli. Endi qishloqqa kirishdan maqsad ko'l bo'ladi. Ko'l olamiz. Ko'l topish kerak. Men o'zi ham ko'l, lekin lavali ko'l qishloqda yo'q ekan. Lavali ko'l qishloqda yo'q ekan. Yaxshi saqlansak ketaman. Jonim ketar ekan. Demak, buni kiyish kerak. Jonim ketar ekan do'stlar. Kiymasak bo'lmas ekan. Jonimiz ketar ekan. Bir ikki bloklardan bitta sakrab o'tib ketyapman. Hozir galemni o'ldiramiz. Galemni. Urasam
Var küçüğün yetmeydi. 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 Ben daha çeksileye sağlar var. Bronuyunu poylama. Kalta giysen. Zombi yaxshiroq zombilar menga sizlar kerak emas. Sizlar hozircha biz mana masalan lavali ko'l topishimiz kerak. Endi bu yerda lava yo'q ekan. Baribir o'qlarni ta'sir qilmasa nima qilasizlar? Otib o'lib ketasizlar-ku. Hop. Sakrab chiqamiz, sakrab. Shuncha lavali ko'lni qidirish qiyin, bittadan chiqmaydimi? Hop. Tepaga lavali ko'l. Bo'ldi bir marta. Har urolmaysizlar, harakat qilmanglar. Lavali ko'l qidirish topishimiz kerak. Lavani qidirish shunchalik qiyin. Zombi bachalar, yalmog'iz bacha. Masangiz urmoqchi edim, urilmadi. Yomon effekti ajoyib ekan kaskani, ya'ni shlemning effekti oldinroq bo'ldim. Tushmay qoldim. Lavali ko'l bitirib bir marta hozir alam chiqamiz agar bo'lmasa kechirim so'rayman sizlardan. Men kreativdan olib qo'yaman. Yetarlicha olib qo'yaman. O'sha qurishga ishlatiladigan blokchani olib qo'yaman. Ana bularni sho'rini quritamiz hozir do'stlar. Xafa qiluvchilar. Sizlarni kaltaklaymiz, pillagerlar. Kaltaklanasizlar, reytringlar o'qlaring meni ta'sir qilmasa. Yo'qlar ta'sir qilmaydi, bizga sandoqlarga. Hech narsa yo'q ekan. Endi men olishga majburman. Obsidianni grafikdan olishga majburman. 5 minutga stop qilib turaman. Mana do'stlar, olib oldim ham. Endi bir chekkada quramiz. Bu yerda hamma moblar xalaqit beryapti, yonishadi-yu. Aytgancha bizda jajgalka yo'q-ku, endi yoqamiz qanday? Shunga hayronman. Yo'qoli yonimda turma. Hop, bu yerni. Yurasan hozir sen mana. Dur. Yo'qoli. Hop, bu yerga chiqamiz. Ana shu bitdi. Bittada bir blokka sakrab chiqib olamiz do'stlar. Nimagadir bunga chiqmayapti. Loyli blokdan. Voy, qozishdi. Qazib tashlab berar ekan. Toshni ham qazir ekan? Yo'q, qaza olmas ekan. Toshni qaza olmas ekan do'stlar. Xo'p, nima qilamiz endi bilmadim. Xo'p, hozir bu yerdan tepaga chiqaylikmi, yo'qmi? Umuman chiqib bo'lmayapti. Oyoq kiyim yugurib ketib qolyapti o'zi. Chunki hozir oyoq kiyimni yechib turamiz. Buni qurib olgunimga jo'r. Endi bo'ldi do'stlar. Sakrasham yo'q. Xo'p, bu yerga bitta qo'ysak.
Bu yerni qazib olamiz. Tushib ketdik va blok ham tushib ketdi. Bu yerga qo'yamiz buni. Bu yerga qo'yamiz va tepadan qo'yib chiqamiz. O'xshamayapti. Uncha ana. Markaziy zamonaviy lekin zajgalka topishimiz kerak hozir. Zajgalka topishimiz kerak. Zajgalkani qayerdan topishdi? O'ylashga temir bor. Shirqum kerak bizga. Shirqum kerak. Shirqumni qayerdan olamiz? Shirqumni. Bizda temir bor, shirqum mana bu yerlarda bo'lishi kerak edi. Bu yerda shirqum yo'q. Shirqum topishimiz kerak. Shirqum bitta Ender portaliga borishimizga to'sqinlik qilyapti. Bu yerda shirqum yo'q. Ya'ni shag'al. Voy, tushib ketgan. Oyoq kiyimimiz yo'q-ku do'stlar. Oyoq kiyim yo'q, shuning yo'q. Nima qilamiz hozir? Shirqum yo'q, lekin shirqum ostona ham yo'q-da bu yerda. Shirqumni qayerdan olamiz endi o'ylash kerak. Zajgalka ham yo'q. Hech qaysida oyoq kiyimni kiyib olmasak, chota o'lib ketamiz. Oyoq kiyimni kiyib olamiz. Endi hozir shu yerdan to'g'ri shirqum qidirish ko'ramiz. Chetlarda shirqum bo'lishi kerak. Mana shirqum. Bittada tushdi. Bizga havo ketmaydi. Hop, ana tushdi. Bo'ldi endi. Shu kerak xolos. Hop, tezda tepaga qarab chiqamiz do'stlar. Endi zajgalka yasaymiz. Mana buni o'rniga qo'yamiz. Nether portalga olg'a. Paydo bo'lmadi. Shuni to'qirdik. Mana bu yerni to'qirdik. Do'stlar. Hop, ana. Nega paydo bo'lmadi? Super girkada buzamiz. Hop, ana. Ketdik. Nether portalga. Nether olam. Judam sekin kiryapti. Nimagadir tez kirish kerak edi. Hozir tezda kirib ketsa kerak. Bilmadim yana. Yo'q. Telefon qatobdi. Hop. Tez kira qol. Tez. To'xtatib turishga majburman. Sizlar juda bo'ldi. Gapimga kirib ketdi o'zi. Xo'p, bu yerda ham effekt juda ham ajoyib ko'rsatyapti. Bo'ldi. Yaxshi joyda paydo bo'ldik. Endi biz huquqlardan yurmaslik kerak. Effekt juda ham g'alati. Do'stlar, videoni shu yerda tugatishga majburman, chunki meni videoga olinadigan vaqtim chegaralangan. Lekin sizlar bu videoni 600 prosmotrga o'tkazsalaring, men sizlarga ikkinchi qismini chiqarishga va'da beraman. Unda dragonni o'ldiraman. Tez sodir bo'ladi, sekin bo'lmaydi. Shuning uchun videoga like bosib obuna bo'lishimizdan tezda 120 ta bo'lishimiz kerak. Bo'lmasam hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan yana killer bo'ldi. Kirib kelgan ro'za Ramazon hammangizga muborak bo'lsin. Bo'lmasam hammaga xayr do'stlar.